Qaranglar, xonadonimizni qanaqa fayzli, chiroyli. Bu yoq tomoniga qurilganiga 5 yil bo'lgan ekan, bu yoq tomoniga 2,5 yil bo'lgan ekan. Manzilni narxi oldindan aytaman. Manzil Toshmini postidan 4 kilometr masofa ko'rsatyapti, eshikni tagigacha. Narxi starti $70,000 bo'lyapti. Darvozadan kirishinglar bilan to'g'rida katta, shinam, chiroyli mehmonxonasi bor. Mehmonxonadan keyingi xonamiz yotoqxona bo'ladi. Qaranglar, bu yoq tomonga o'tadigan bo'lsa, bitta tapchan qo'yib qo'yishgan ekan. Yoz paytida mana shu yerda o'tirib maza qilib dam olasiz. Ayvonni o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Kichkinagina ayvoni bor. Shundoq yonida qo'l yuvishga ham joy qo'yishgan ekan. Suvni o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Suv bu yoqda xudo xolasa bor. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Keyingi xonamizda kattagina fayzli oshxona bo'ladi. Oshxonadan keyin o'tirib ovqatlanadigan joy qilingan ekan. Bundan keyin bitta sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz ham katta ekan. Sanuzeldan keyingi xonamizda bitta yotoqxona bo'lyapti. Yotoqxonadan keyingi xonamiz ham yotoqxona bo'lyapti. O'shanda 5 ta xona, bitta sanuzel bo'lyapti. Narxi vashi ishkarat $70,000. Egalarining nomeri videoni tagida bo'ladi. Bemalol telefon qilib, kelib ko'rib yoqadigan bo'lsa, barakasini qilsanglar bo'ladi. Ko'chani ham bitta ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.